Do'stlar, stickli hovuz nimaga kerak deganlarga javob mana shu bo'ladi. Mana ko'rdirsizlar, birorta joyida preshinasi yo'q. Lekin o'rtoqlar, bu yoqda stickli hovuz qilinmagan. Mana hozir shotkaman mana shu yerga surtamiz. Mana shular hozir quruq bo'lganda mana bu yoqda yo'q. Mana bu yoqda mana. Ko'rasizlar? Agar aboy qiladigan bo'lsalaring, bu ko'rinmay ketishi mumkin. Agar rang bo'ladigan bo'lsa, mana shu keyin realniga aylanib, xuddi mana shu treshinalar ko'rasizlar, mana shular hammasi chiqib keladi. Vaqtlar o'tgandan keyin. Mana. Siz surtamiz mana, любой joyda bor mana. Mana bu yerda yo'qmi? Bu yerga surtamiz, bu yerga ham bor. Shular hammasi vaqtlar o'tgandan keyin chiqib keladi yuzaga. O'shaning uchun stickli hovuz, stickli setkalardan agar rang beradigan bo'lsalaring, qo'rishlarni tavsiya beraman.